uydan ketyapsan singlim, uydan ketyapsan, bizdan ketyapsan. Yoshlik o'tdi buncha tez, ko'nglimning bir parchasi sen. Uydan ketyapsan, bizdan ketyapsan. Og'limasdan yarashgan o'zimning jonim singlima, ko'zlaringda hech yosh yig'lama go'zalim singlima. O'z uyiga mehmonim o'katoyim singlima, sen bilan ketar bil mehr to'la bu ko'nglima. Negadir hozirdan seni sog'inib ketyapman singlim, sog'inib ketyapman, sog'inib ketyapman. Chin vaqtga oshna bo'lgin duolar bilan senga baxtlar tilarman, baxtlar tilarman. Og'limasdan yarashgan o'zimning jonim singlima, ko'zlaringda hech yosh yig'lama go'zalim singlima. O'z uyiga mehmonim o'katoyim singlima, sen bilan ketar bil mehr to'la bu ko'nglima. Baxt keltirsin yangi uying, ko'paysin deb o'g'il qizing. Duodamiz oilangdagi har bir odam oq yo'l endi, kelib turdim singilgina. Og'limasdan yarashgan o'zimning jonim singlima, ko'zlaringda hech yosh yig'lama go'zalim singlima. O'z uyiga mehmonim o'katoyim singlima, sen bilan ketar bil mehr to'la bu ko'nglima. Sen bilan ketar bil mehr to'la bu ko'nglima.
En sevimli ukamız Bahri dünyadan ülkenin için durumunu tutup yaşlarınızı tuvasamışlar. Rahmat. En yaxshi baxtli kunda o'tiribmiz. Kuyovimiz yana kuyov demaymiz, endi o'g'limiz deymiz. Yuradaxon jiyanimiz, ular qo'shcha qarasin. Ularni chaqali bo'lsin. Ularni baxtiga ota-onalari Allah'ın sağ olsun, başınız, mühimcilik olsun. Yoshlarga faqat man eng ko'p vaqtlar tilayman. Vaqtni bo'linglar. Nasib bo'lsa kelgusi yilda birga ukamlar, qarindoshlarim birgalikda xudolarimizga besh ko'tarib qo'sha qaranglar. Olanı şaharlı koydular, sağ bo'linglar, tinch bo'linglar. En kamida asosiy man aytaman, xudolarni hammasini, ota-onalarimizni ota debdi, ona debdi, man xudodan juda xursand bo'ldim. Ko'z tegmasin, to umrning oxirigacha 100 yıl, 120 yıl yaşaylar, o'shagacha hurmat qilinglar. Qadrlaringizni. Hamma sizga bo'sh berdi. Endigi tabrik navbatini davramizning aziz mehmoni bo'lgan Xudoxon jiyanimizning qaynotolari Xudo bobomizdan eshitamiz.
zerikanlarınız yok mu? Müzikanı sağlık asla okutmayın. Bunları yana bir modda hazırlayın. Bunlar sağlık selamatlı, gerekli oğlumuz, canımızga bu fırsatdan faydalanıp en mehribon oyajonimiz, onajonimizni bu tavallud topgan kunlari bilan chin qalbimdan tabriklayman. Kishiga 120 yil umr tilayman. Kecha bekajonni o'qidim, 134 yoshar. Kishini ko'rsatdi. Bunga ish bor. 120 yil umr tilayman. Hamma vaqt bizni baxtimizga sog' bo'lsinlar. Ish vaqtida kasal bo'lmasinlar. Ko'ryapsizmi mana? Sog' salomat bo'ling, salomat tilayman. Salomat. İki olmasın. Bilal'ın iki geldi. Onajon 100 yoshlarga kiring. Sizga sog'lik salomatlik tilayman. Tilagim shu 100 kiring. Erodaxon jiyanimiz, Dilshod akamiz 100 kiringlar. Vali sizlarga baxtdan taxt tilayman har doim. Kechagina men aytdimda, televizordan bitta videoni ko'rsatdi, prezident ishga kirdi dedi. Nima endi bizani onam chiqmaslari mumkin dedi. Eroda iloyim kamida onam yoshlarga kiraylar, kuyovimiz bilan vali juvali kiraylar. Onam haqiqatdan ko'rib badavlat. Xudolar, endi
bizda sal ko'pchilik bizda sizlar zerik qolmayapsizlarmish qilib. Xudochiligimiz 1000 yilchilik bo'lsin iloyim. Bolalarimiz baxtli bo'lsin. Yaxshi kunlarda har doim ko'rishib yuraylik. Mana shu davramizda bundan necha barobar katta qilib unaqa yuzli yoshlarni ko'raylik hammamiz. Hocam mana shunga gaplarga qo'shilaman. Dars etmayman, tabriklayman. Ben sohbetimizden yaptığım mesela sünnetlerge kuşlama ama benden boşugen, averilen boşugen, çevirilen boşugen doyum sohbetik. Bana şu irudagi kiyavga, dolaga hamma sog'lik, salomatlik tilayman. Doim sohbetinglar sizlar mana shu iroda biyinglar, averalik, chevaralik bo'lib, mana shunaqa yoshlarga kirishingga biz ham sherik bo'lib o'tirishni niyat qilamiz. O'sha yoshga kirishga hammaga nasib qilsin. Xush kelibsizlar xudolar. Doim sog' bo'linglar. Rahmat. Oyijon, tug'ilgan kuningizni tabriklaymiz. Oilamiz nomidan, o'zimni nomimdan sog' bo'ling, uzoq bo'lsin. Doim bizga bo'sh bo'lib yuring. Mana iroda qilgan kuyovimiz, baxtli bo'lsinlar. Qo'sha qarisizlar. Nima niyatlari bo'lsa, hammasi amalga oshsin. Doim baxtli bo'lsinlar. Xudolarimiz ham sog' bo'lsinlar. Ular qoshiga. Xush kelibsizlar, sog' bo'linglar. Kepsizlar, assalomu alaykum hammaga. Rahmat, Irodajon sizga baxtli bo'lib, sog' bo'lib. Bejon sizlar baxtimizga sog' bo'ling. Mana shu bilan asoschisi bo'lib, baxtimizga sizlar sog' bo'linglar. Xonimlar hamma sog' bo'lsin. Xudojon xush kelibsizlar. Shu vaqtda yaxshi kunlarga rahmat. Irodajon baxtli bo'l. Bejon sizlarni asrab oylab, baxtli bir oilani yasmin yurish tilab qolaman. Salomat bo'linglar. Rahmat. Fotozoda xush kelibsizlar. O'zimizniki deyapman. Ko'pdan beri ko'rishganimiz yo'q. Shunaqa ham bir-birlariga chiroyli yarashib o'tiribsizlar, umrdan oxirigacha. Shirin, shakar, totuv yashab. Boshqa aytaman. Shirin, totuv yashab o'tinglar dunyoni. Iltimos. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Onajon, bir o'zini ishga kirganda hammamiz yig'ilib, mana shu davra kengayib, birgalashib, xizmat qilib yuraylik. Mana shunday xizmat qilib yuraylik. O'g'il qizlarimiz to'yda, Iroda, Dilshodjon, kuyov. Umuman adabiyotdan uch bo'ldim, ammo vaqt ko'p gapirolmadim, uzr. Mana shunday aytish kerakmi? Yaqin aytish kerak. Iltimos baxtli bo'linglar. Baxtli bo'linglar. Mana bizning sinfdosh. Avvalambor assalomu alaykum. Xudojo'ylar hammasi xush kelibsizlar. Mana bugun shunday bir chiroyli davrada o'tiribmiz. Bu davraning sababchilari Irodaxon bilan kuyamiz Dilshodjon. Sizlarga uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. Avvalambor shunaqa eng chiroyli oilalardan biri bo'lasizlar. Sizlarga sog'lik, salomatlik, uzoq umr chaydi. Mana shu bugun o'tkazamiz dedik hammasini bir qilib. Oyi sizga tug'ilgan kuningizdan tabriklaymiz. Sizga uzoq umr, sihat, salomatlik tilaymiz. Doim boshimizga sog' bo'lib, har doim bizga bo'sh bo'lib yuring.
yurmaya kiring, baxtli bo'ling. Hamisha sizni baxtingizni xohlaganmiz, shunday baxtga ega bo'ling. Yaxshi kunlarga uchrashaylik, hammalaringiz bilan sog' bo'linglar. Rahmat. Xudoga shukr, mengacha yetdi. Iltimos shuni ham biroq oling. Tamam öyle. Bir ötür olayım. 35 harften tuzulgan she'rlarimni aytib faqat hozir emas, bugun emas. Har yil Har yil 15-avgustda 87 yoshga kirgan onamizni tabriklaymiz. Nishakam tabrikladilar, 113 edilar, yo u to'g'ri emas. 130larga ham shunday o'tiraylik, Xudo yetkazsin. Biroda qizim, senga baxt tilaymiz. Xudolar xush kelsinlar hammalariz. Endi biroda bu bitta zakaz bor endi. 4-chi shu bilan ekanlar. Buni evaziga bitta narsa berasan bizga. Xudo yetkazsin, urug'imizda bor. Hasan Husayn bo'lmasa, Fatma Zahra o'zim berasan. Yüzlerge kırsınlar, onlara mı ötsünler, şehirde ötürgenler, hamamız görelim. Excuse me, okay. Malibu diyorum. Davralı, tabriklaymanlarınızı, yaş günlerle, şunday günler hammaya buyursun. Mana kiyamız, jiyanimiz, oyijonim, umrlarimiz uzoq bo'lsin, sog' bo'ling. Xudolar, qani yo'q kelgan. Boşular. Katta Xudo 82 yoshlarni tabriklaymiz. Ularga Xudodan sog'lik, tinchlik, rizq, nasib va omad, baraka, hamma yaxshiliklarni tilaymiz. G'am bermasin, dard bermasin, bevaqt o'lim bermasin, har baloyi, har qazodan Alloh taolo o'zi asrasin. Har doim xursandchiliklarga kelib qatnashib yuraylik. Har doim mana shunday bayramlarga qatnashaylik. Tabriklayman. Endi oldin o'zingizni ro'zg'oringizga bo'lsa, endi qizani ham ro'zg'orga bosh bo'lib yuring har doim. Nabira-aviralarni baxt saodatiga sog' bo'ling doim. Tabriklayman. Sog' bo'linglar. Xudoyajon, men sizni tavallud kuningiz bilan tabriklayman. Ana shu yuqoridagi hamma tilak saylar siz uchun.
sog' bo'ling. 130-140 yoshlarga kiring. Mana singillarimga ham, mana shu nevaralaringizga ham bosh qo'shib yuring. Har bir shod kunlaringizga biz ham sherik bo'lib yuraylik. Yuzlarga kiring. Xushxabr bo'lsin yoshlarimiz. Xudobejon, sizni tabriklaymiz. Xudo umr, salomatlik, ana shunday yaxshi kunlarga umid qilaylik. Bu ikki yosham qo'shaqlar bo'lsinlar. Ularni duolar bo'lsinlar. Ro'zayt sizlarga kiring. Biz ham shu yoshlarga kelib sizni yo'lingizga qilaylik. Avvalambor onaxon yoshingiz muborak bo'lsin. Hammani shu yerga o'tirganlarni shu yoshlarga nasib aylasin. Undan ham ziyoda yoshlarni ko'ring. Shularni boshiga sog' bo'ling. Bular sizni boshingizga sog' bo'lsin hamisha. Mana shu kelinimiz, mana jiyanimiz Dilshodjon, Irodaxonlar o'zlarining ko'payib, uvali juvali bo'lsinlar. Topganlari shularni hamisha yaxshi kunlarni nasib aylasin. Hammani xonadoniga mana shu yerga o'tirgan xonadonlarga hammasiga shu kunlarni o'zi nasib aylasin. Ilohi amin. Mana shu yerga Xorazmdan kelgan bir ukamiz bor edi, musiqiy tabrik qilmoqchiman. Marhamat. Shoh bo'ling. Hamma uzoq yaqindan kelgan mehmonlar hammalariz xush kelibsiz.
Iltimos o'tirib olinglar.
yoshim deb mana shuncha o'g'il qizlarni voyaga yetkazgan onajonimga katta rahmat. Uzoq umr ko'rsinlar, sog' salomat bo'lsinlar. Piri badavlat insonliklarning hayotli mevalari ko'rsatdilar. Iroda qizimiz juda aqlli, baxtli bo'lsinlar. Qushgani bilan qushshasir bo'lsinlar. Onalaridek judayam aqlli inson bo'lsinlar. Loladek ochilgan kuyovni baxt quyoshi doim charaqlab tursin. G'am alam chekmasin go'zal zamonda. Jajji farzandlarim yetaklab yursin. Irodaxonga yoshlikda doim baxtiyorlik, odamiylik tilayman. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. O'tganlarning joyi jannatli bo'lib, kelajakda eng yaxshi namunali oilalardan bo'lib yetishgan ko'zim ishonadi. Onasida aqlli, irodali, Alloh tomonidan irodasi kuchli, irodali, aqlli qizim. Sog' bo'linglar. Rahmat, yaxshi niyatlaringiz beraman. Barchangizga nasib etamiz.
yomon kuningiz ham yaxshi kunda mana shunday bo'lsin. Hammalaringizga rahmat. Rahmat. Rahmat ukajon. Qo'lini kishnasak, qo'shganlar kiraversan hammasi.
Kelib shu o'tiribsan sen, beraki. Hamma bir o'tirib olsa iltimos. Yo'rosh, iroda qizim o'tirib, qizim o'tirib. Davot kuch kelsa. Bir minut. Durdan. Bir minut o'tib. Hay. Hozir eng aksar shaxsi 1 minutgina ko'p emas. Hammaga iltimos. Teşekkür ederim. Var xudolar. Namajon deganlari borku. Sinjon. Nishon. Hozir top chiqadi. U zakaz olib chiqdi. Iltimos. Hep qo'shing. O'tirib keyin gapirasizlar deydi. Buran charla o'zi bura yana chiqib oldi bo'lmasa. Ikki ham charla o'zi. Mana hozir rais opamizga siz kamchilik bo'lsangiz olasiz. Mana. Opa bir joyga turing, ishla bilmayapsiz. Yuradaxon, bugun sizni mana shunday qutlug' kuningizga hurmat qilib chaqirib, birga kelgan xudoyandalar hammalariga hurmat qilib kelganlar uchun rahmat. Bugun kiyamlarimizga, Yuradaxonga musobalar bor ekan, hozir shuni topshira olsak. Mana bugun xolajonim shuncha yil farzandlarini o'qiyib, o'qtarib, voyaga yetkazib, shunday go'zal kelinchak qilib, Xudo muxollariga, Qiroqlar oilasiga his qilib uzatgan ekan. Mana shu nimalarni sovg'alarni birgalikda qabul qilib olasizlar degan umiddamiz. Kamchiligi bo'lsa, kelajakda to'ldirib olamiz. Qabul qilib olinglar. Yuradaxon, bugun onangiz sizga hovlida bo'lmay ish qilishingiz uchun ko'p oppoq kirlarni oppoqini yuvib, dazmollab, hammalarini restoran qilib qo'yishingiz uchun kirish mashinasi taqdim qilibdilar. Hech qachon hormay, charchamay ishlatib yurasiz. Mana televizor birgalikda dam olib, kiyamlar bilan, xudobiy bilan, uydagilar bilan dam olib ko'rib o'tirasizlar degan niyatdamiz. Xudo oilangizdagi kelgan xolajonlarga, mehmonjonlarga shirin taomlar pishirib berishingiz uchun mikroalnovka pech ham taqdim qilibdilar. Hammasini qabul qila olasiz. O'zingni onangni, bejoningni to'g'rilay qanday ko'rgan bo'lsang shunday ko'r qizim. Hurmatlarni joyiga qo'y, xizmatlarni qil qizim. Shuni qilib, ketingdan faqatgina yaxshi gap. Yig'lari yo'q. Onajonim baxtimizga, hammamiz baxtimizga sog' bo'lsinlar. 130 yoshlariga xuddi shunday o'ynab kulib, mana nevaralarim bilan hammamiz yetkazish Xudo nasib qilsin. Shu davraga qatnasholmagan opajonim, akajonlarimning ruhlari shod bo'lsin. Hamma ado-huquqlarimizdan qo'llab-quvvatlab tursin. Iroshjon, xolajoning, bobojoningni ruhlari sana shod bo'lib yursin. Shod bo'lishlari uchun sen shu o'rgan oilangda faqat yaxshi nom chiqarishing kerak. O'yjoningni onajonim, dadajonim deb, mana kuyovjonimni begim deb hurmatlarni har doim joyiga qo'y. Sana bitta niyatim shu qizim. Xush kelibsizlar opalar. Xush kelibsizlar xudolar. O'zingiz ayting, endi siz katta. Boshlig'imiz yangam ayting. Katta xudo siz ayting. Mana shuncha yashab, mana biron marta bu qizda bir unaqasini ko'rganimiz yo'q. Juda ham aqlli, yaxshi qizimiz. Uchun yaqin bilan baxtli bo'linglar. Ko'rgan bormangiz oldingmi? Doim kelganlaringizda kulib kelib ketsangizlar, borganingizda kulib chiqsangizlar, shu oilada o'z oilangizda o'ynab kulib, ko'p farzandlar ko'rib, baxtli bo'lib yashasangizlar, biz shundan xursandmiz. Baxtli bo'linglar xudojon. Doim shu qizimizni o'z qizingizdek ko'rib,
Hamma vaqt. Xush kelibsizlar. Nayralar ko'rib yuring shular kiyimdan. Mana qizingizni bitta qizni ko'rdi, mana ikkita o'ylab. Endi shularga boshchilik qilib yurib, sizlarga nasib etsin. Xudo bo'linglar. Xudolar hammalaringiz xush kelibsizlar, sog' bo'linglar. Baxt tilayman sizlarga. Voyjonim, shularni o'zini ko'rsan. Rahmat, xush kelibsizlar. Bitta hamma o'yinga. Jonim sog' bo'lsinlar. Voyjonim, mani sirdoshim, dugonam o'sha. Dugonjonim. Hamma vaqt o'zim bilan birga olishdi. Shuni 130 yoshga kelib, shunday katta davrada nishonlashlarini xohlayman. Hamma boshimizga sog' bo'lsinlar. Nayra, ayra, chayra, evara. 7 onaqalarni ko'rishni nasib etsin. Sog' bo'lsinlar hamma. Hammalari xush kelibsizlar, sog' bo'linglar. Ikkovlari bir partiya o'tirgan. Rahmat amanatiga hozir zerikmagan bo'lsangizlar, kuyov bola nomidan Erodaxon gaplarni ham she'r aytib bermoqchiman. Kuyov bola nomidan. Kelin poshsha men o'zim injiqqina bo'laman. Bee'tibor bo'lsangiz xafa bo'lib qolaman. Aql, g'ayrat, ziyraklik nasib qilgan yigitman. Burganing ichagiga hasib qo'ygan yigitman. Yor bo'lsangiz menga chin aytaylik bir gapimni. Kirmasangiz gapimga topolmaysiz gapimni. Yaxshi yomon filmga ko'nmasangiz bo'lmaydi. Gap deganda qo'limga qo'ymasangiz bo'lmaydi. Har kun qoshga o'smayu ko'zga surmasrasiz. Parilarday qoshimda ta'zim bilan turasiz. İşte menga ne amal peshonamdan ko'raman. Ammo uyda birgina podshohlikka ko'naman. Hamma payt hamma vaqt labbay deysiz chaqirsam. Qo'lloq deysiz ba'zida film kelib baqirsam. Atrofimda aylanib men injiqni ovuting. Ne qilsangiz qiling-yu, achchig'imni sovuting. Chiroyingiz, nozingiz bo'lsin faqat o'zimga. Betabassum, bepardoz ko'rinmangiz ko'zimga. Kanizagim bo'lsangiz, shirin so'zim muloyim, shunda sizni boshimga ko'taraman guloyim. Qulubing mamlakatini she'r bo'lsinda qarab qo'rqdilar, zerikmagan bo'lsangizlar. Boshimdan mana endi tushundim. Birovning bolasi uyimda. Baqirmang dadasi, sekining. Ovozingiz bilan tekining. Uyimning qatiga bekining. Birovning bolasi uyimda. Hammaga qilaman iltifot. Tilimga beraman ehtiyot. Ko'chaga chiqmasin axborot. Birovning bolasi uyimda. Kelinlik bir kelar yayrasin. Allohim iltifot aylasin. Qozonim go'sht bilan qaynasin. Birovning bolasi uyimda. Sporoq kiyingin voy qizim. Umratdir kelinga oy qizim. Onangni tushungin voy qizim. Birovning bolasi uyimda. Yordam qil siqib ber o'smasin. Baxtingni yo'lingni to'smasin. Birovga yomonlab qo'ymasin. Birovning bolasi uyimda. Chimirilmasin deb boshlari avaylab shu kelin poshshani. Sizlab haydayman pashshani. Birovning bolasi uyimda. Koyishar, erkalab kulasan. Kelinga mayli deb turasan. Boshingga tushganda bilasan. Birovning bolasi uyimda. Nonimni kuydirsan mayliga. Idishni sindirsin mayliga. Advokatman men o'sha rayliga. Birovning bolasi uyimda. Boram deb gapirsam uf bo'pti. Bilmadim, balki ko'p suv bo'pti. O'g'lim ham qo'shilib juft bo'pti. Birovning bolasi uyimda. Mayli men qaynona, qaynamay. Kelin ham tek yursin aynamay. Bu ham bir ko'rgulik aylanay. Birovning bolasi uyimda. Mehrlar ko'ngillar bo'ylanar. Qahrlar yuraklar o'ynanar. Bir kun o'z bolamga aylanar. Birovning bolasi uyimda. Marhabo der ichim qon do'stlar. Uchrashib turadi jon do'stlar. Hasratdan yuragim qon do'stlar. Birovning bolasi uyimda. Ko'rmagan bilsangizlar, tashviyatni ko'tarib bo'lish maqsadida kelin kuyovingizni davraga taklif qilaman. Ularga ajoyib syurprizim bor. Shularni men bilan birgalashib aytib berishlarini xohlayman. Давай, самый.
yaxshi. Eshitdinglar? Mana irodaga yaqinroq tur. Siz sabr toqatim, och bo'lganda ovqatim. Har kun shomu safarim, asal choyim, shakarim. Yozilmagan she'rimsiz, aytilmagan sirimsiz, yurakdagi olovim, yog'likkina palovim. Boyligimda oltinim, nochorlikda roltinim. Samarqandu Xivasiz, yaqindagina Xivasiz. Aytilmagan dardimsiz, shirin shakar tortimsiz, goho juda xavflisiz, shokolada vaflisiz. Yumshoq qilak doktorgim, sosiskayu hot-dogim, qalbimdagi nolamsiz, fanda, pepsi, kolamsiz. Xafa bo'lmang asossiz, slivrechni maslamsiz, turlari umidvorim, qip-qizil pomidorim. Ey, lavlagini qo'shma bolalik. Uzun bo'yli novchamsiz, sho'rdakkina dovchamsiz, sizsiz o'g'lim, muzdakkina ayyolim. Eksam obi zamzamsiz, issiqqina samsamsiz. Hiç buzilmaz ahdimsiz, Allah bergan baxtimsiz. Necha yillar o'zi kuyovim kitobi o'qimagan ekan, mazza qilishgan. Yerda vaqtli bo'lgan qizim Dovajon amroqi she'rlar va buxor bo'lasiz. Yeah.
mehmonlar, aziz mehmonlar, xush keldingizlar. Endi davrada eski qo'rg'onlarimiz bo'yicha bilan davom ettiramiz. Qolganlar ikki yoshga yetgan ahvollar uzoq umr, ezgu avlodni ko'kisha qarshiladi. Hamma vaqtida gullar yashnasin, yerga o'tirganlar, xalqimiz, hamma qarindoshlar oilasida sog' salomat bo'lsin. Bu ikki yosh har doim bir-birini xuddi hozirgida hurmat qilib yursin deb onasi aytganda, Xudolarning hurmatini har doim jo'ysin. Xudodan shuni umid qilayman. Amin. Allohga xush keldingizlar. Rahmat.